Mani vaqtimga o'zim vaym bo'lyapman. Uyimga bir olib borib kelaymi? Ko'p kechib ham qo'ydi mendan do'stlarim. Har yili shunaqa savol berishadi. Yulduz Usmonova masalan qo'limdan yetalab olib chiqmaganlar. Mana mani qizim ko'ringlar demaganlar. Bu mani konsertim, menga kelinglar. Moya поддержка где? Можно вас на секунду сюда? Taslim bo'ldim, yolg'oningga taslim bo'ldim. Taslim Serdobaga o'zimiz. Timur, doira. Nimami? Bu ham bir yo'nalish. Men bu bilan birovni kamsitib, yaxshi qildi, yomon qildi deb ayta olmayman. Chunki u shunday ko'ryapti bugun o'zi. Lekin san'atning ichida bo'lgan, hamma san'atkor shunaqa deb aytmang. Chunki san'at ichida bo'lgan, o'ziga sodiq qolgan, ya'ni o'zini yo'lida to'g'ri yurgan san'atkor ham juda ko'p. Vayn qilayotgan, o'zi vaynchilar ular alohida anaqa mavzu. Ko'rsangiz zerikmaysiz masalan, kulgili, boshqa narsa. San'atkor chiqayotgan bo'lsa, demak shu kerak bo'lsa kerakda unga chunki chiqish. Sizni ko'rmayapmiz deb so'ramoqchi edim. Mani ko'rmayapsiz. Nima uchun? Bilmasam, men ko'rmaysiz, vaqtim yo'q mani. Mani vaqtimga o'zim vaym bo'lyapman. Uyimga bir olib borib kelaymi? Vaynda zo'rini ko'rib kelasiz. Ikki aytib turing, biz bilan vaynda zo'rini bo'lasiz. Ertalab turaman, o'rtoqlarim ko'p kechib ham qo'ydi mendan. Do'stlarim kechib borishdi. Nechtasi jahli chiqib yozadi, nechtasi so'kib yozadi, nechtasi odammisan deydi. Chunki vaqt yo'q ular bilan ko'rishgan. Mani eng yaqin dugonalarim, mani eng yaqin do'stlarim, ular bilan vaqt yo'q. Nimaga jam bilan mana vaqt topasiz-ku deydi. Chunki jam bilan yo'limiz anaqa bo'laveradi. Syomkalarda ko'rishamiz, repetitsiyalarda ko'rishamiz, oramiz anaqada nima deydi? Постоянно ko'rishaveramiz. Siz bilan masalan shunaqa yuraversangiz, siz bilan ham ko'p ko'rishib qolaveramiz-da. Ya'ni bu attaylab bo'lmaydi bu narsa. Tasodif. Orada ko'rishdingmi, o'tirib ovqat yeb olasan, chaynab olasan, nima deb qilasan, shunaqa narsalar bo'ladi. Zeriktirgan sabab endi Yulduz Usmonovani primadonnani farzandi bo'lib ulg'ayish qiyin emasmi degan savol. Masalan, zerikarlik deb o'ylayman, chunki siz oson ulg'aydingizmi yoki siz oson ulg'aydingizmi? Siz ota-onangizga oson bo'lganmi sizlarni ulg'aytirish? Oson bo'lmagan. Meni ham ota-onamga oson bo'lmagan. Ishda bo'lgan, farzandidan kechib qo'yib, xalqqa xizmat qilish kerak bo'lgan, ya'ni kechib qo'yib degani endi Vaqt ajratmasdan bo'lib ketdi bag'i, shevada bo'lib ketdi. Vaqtini buvamga berib, oilasini boqib, ular 8 ta farzand ularga qaragan, o'zi bu yerda qaragan. Xullas mana shunaqa boqqan. Oson bo'lmagan bu narsa. Shuning uchun bu eng zerikarli savol deb o'ylayman. Keyin anaqa sevganingiz nima edi? Yo'q, turmush o'rtog'ingiz bormi? Nimaga ko'rsatmaysiz? Bo'lganda ko'rsatardim. Yo'q. Sizga ham ko'rinmadi. Lekin aksariyat bugun sahnaga chiqayotganlarda qanaqadir bir challengelar bilan, qanaqadir bir o'sha vaynlar bilan o'zini nima deydi, ommaga qayta-qayta ko'rsatib konsert qilayotganlar bor. Lekin sizda unaqa narsa kam, lekin 5 kun ham sold out bo'ldi. Sir nimada bunda? Muxlislardami, o'zingizdami, qo'shiqdami? Menimcha kamtarligi ham manmanlikka kiradi, qarsi ikki qo'lda deb o'ylayman. Men ularga bo'lgan hurmatimni ko'rib, sezib turishgandir balki. Ijodda kelayotgandir shu narsa. Lekin to'g'risi kimdir vayn desa,
kulgili vaynchilar bor-ku, ana uyatsiz emas, tushundingiz, normalniylar. Shunaqalari kelib, taklif bersa, vaqtim bo'lsa, "Oy, davay" deb turib bir narsa qilib berishim mumkin. Ya'ni bu normalniy narsa. Lekin ataylab Instagram uchun, sahifam uchun turib qilib man vaynchi emasman. Men aktyor emasman. Men so'z ustasi emasman. Men kuldiradigan emasman. Komik, ya'ni deyiladimi? Komik emasman. Bloger ham emasman. Va meni fikrim, shaxsan meni o'sha o'zimni auditoriyam bor, muxlislarim bor. Meni shu muxlislarimga qiziq. Va shuni bilaman xolos. Meni o'qiydigan odam meni muxlis. O'sha like bosadimi, komment yozadimi, ana shu meni muxlisim. Men bilaman, meni fikrim faqat ularga qiziqligini. Shuning uchun o'zimizni yo'lda ketaveramiz, nima deymiz? Shuncha yildan beri shunaqa kelganmiz va klassik yo'li menimcha hech qachon anaqa kartamiz noto'g'ri joyga olib bormasa kerak deb o'ylayman. Chunki turlarimiz ko'payib ketyapti. Bloger chiqdi, vloger chiqdi, vaynchi chiqdi, nimadirlar chiqdi, to'g'rimi? Hali giveawaylarimiz yo'q bo'ldi, rahmat. Cho'za shundan qutuldik, giftdan qutuldik. Keyin sizlardan iltimos qilaman, menga birovlarni ha deb boshqalarnikini bunday yuborishuradi-ku. Direktga videolarni nima qilasizlar, yuborib gif pif deydi, ishonib o'tirib shunani yuborib o'tiradi gif qilib. Ishonmanglar, yubormanglar. Menga bunaqa narsa. Men ko'rmayman-da, просто ana tushib ketib, ko'payib ketib qoladi. Menga Meronni yordami kerak bo'ldi. Ya'ni medийнiyda menga yordam kerak bo'ldi, agent kerak bo'ldi va kerak bo'lsa men bilan ishlang dedim. Ya'ni nutqimda kerak bo'lsa meni to'g'rilang. Ya'ni bu men uyat ayb hisoblamayman bu narsani. Chunki men sahnaga chiqyapman. Meni nechta kichkina bolalar, nechta o'zim tengi kattalar ko'rib o'tiradi, ularga bo'lgan hurmatimdan, men o'zligimdan va ularga shu g'oyalarni to'g'ri ma'nolarimni, fikrlarimni yetkazib berishim uchun men bilan ishlang deb men taklif berdim. Men chiqdim. Va meni rad etmadi do'stim. Meni rad etmadi. Meni tashlab ketmadi do'stim. Meni qabul qildi va biroz anaqa nima deydi, ishlangan fikrlar ko'p almashamiz, fikrlar ko'p bo'lishamiz. Va ba'zi bir joylarda men noto'g'ri ketsam, menga noto'g'ri fikr bildiryapsan deb ham ayta oladigan baribir kimdir kerak. Masalan, tanimagan odaming bo'lsa andisha qiladi, sen andisha qilasan, u andisha qiladi. Shuning uchun menga o'zimni sal to'xtatadigan, gaz beradigan kerak odam. Tanqidlarni yaxshi qabul qilasiz demak. Ya'ni qilaman, nimaga qilmayman? Chunki men ishongan odamimdan qila olaman. Men bilaman, u menga hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Yoki xato yo'l ko'rsatmaydi. Xatoni ham ko'rsatmaydi. Chunki u nafaqat menga sodiq emas, u o'ziga sodiq. Voy, anaqa nima deydi? O'zbek tiliga qanaqa sodiq. O'zbek tilida qanaqa sodiq. Bitta noto'g'ri gapirib qo'ysam, o'sha joyda to'g'rilab ketaveradi. O'sha joyda erinmasdan bir narsa desa, bir narsa desa, bir narsa deb to'g'rilab ketaveradi. Juda sodiq inson, o'zini kasbiga, vataniga, millatiga, tiliga sodiq bo'lgan insondan o'rganish kerak deb o'ylayman. Men shu yoshda agar o'rganayotgan bo'lsam, demak sizga ham hech kechmas o'rganaylik. Tilimizni chiroyli qilib, fikrlarimizni chiroyli qilib, qolipga solib yetkazishlarni menimcha o'rganishimiz kerak. Baxt va muvaffaqiyat siri nimada? Baxt va muvaffaqiyat siri? Baxt va muvaffaqiyat siri menimcha chekinmaslikda. Ya'ni yiqildingmi tur. Yiqildingmi tur. Yiqildingmi tur. Bu yerda mana shu maqsadingizga yetib bormagan bo'lsangiz ham, bu yiqilib turganingizda boshqa katta maqsadlaringizni, o'zingiz bilmagan maqsadlarga erishib ketib qolasiz. Shuning uchun bir ish bo'ldimi, yiqildingmi, oldiga bor. Faqat og'a qarab ketaverish kerak. Yiqilmagan odam bilmaydi. Siz uchun konsert berish mezoni qanaqa? Mana o'tgan yil konsert bo'lmagan, undan oldingi yil bo'lgan va 2022-23 ketma-ket bo'lgan. Orada tanaffus bo'ldi, mana hozir yana bo'lyapti. O'sha qanaqadir bir hitlarga qaraysizmi yoki qanchadir shu o'zingizning tayyorligingizga qaraysizmi? Nimaga bog'liq berish vaqti?
avvallari o'zimni tayyorgarchilikka qarardim, qo'rqardim. Bu yil hitlarga qarashga harakat qildim, lekin o'sha siz aytgan 2 yil oldingi aytgan boshqa aytmagan qo'shig'im bo'lsa, nimaga buni aytmadingiz deydi inson. Nechagacha o'tiramiz konsertda? 11-12 bo'lib ketadi agar hamma narsani aytadigan bo'lsam. Bu yil o'sha aytilmagan qo'shiqlarimiz, so'ralgan taronalarni maksimal darajada kirgizdik ichiga va yangi qo'shiqlarimiz ham ko'p, duetlarimiz bor. Aytganimdek 1 2 3 uchtasi aniq tayin. Qo'shiqlarimiz 6 tadan ziyod menimcha yangi qo'shiq agar hammasini hisoblaydigan bo'lsak va ularni ichida albatta men shunchaki qo'shiq bo'lgani yo'q. Shunchaki emas. Shunchaki to'yga harakat qilmadik. Xullas kalom mana shunaqa qilib 6 ta qo'shiqlarni tayyorladik, hammasini qildik. Xullas kelinglar konsertga ko'ringlar. Kstati bu yil YouTube'ga ham ishlash uchun o'zimiz alohida yana e'tiborli bo'lib videolarni montajlarni ustida o'zimiz turishga reja qildik. Har yili desam buncha ko'p konsert bermaganman. O'tgan konsertimda ham birga duet kuylaganmiz bu yigit bilan va bugungi kunda o'zini ijodi ham juda ham yorqin, zo'r ketyapti va yangi duet xudo xohlasa nasib inshaalloh kuylaymiz va Hojiakbar Ro'zmetov bilan o'g'lim bilan zo'r duetimiz bor. Ularning orasida syurpriz sifatida Yulduz Usmonova bo'lishi mumkinmi? Har yili shunaqa savol berishadi. Yulduz Usmonovani o'zlarini konsert paytlari bor. Masalan, xizmat safarlari bor, boshqa bor va men qizi bo'la turib Nilufar Usmonova bo'lsam, xohlayman kelishini. Nilufar Usmonova, lekin qizi bo'lsam, ayam dam olsin deyman, masalan. Bunaqa narsa ham bor, lekin Nilufar Usmonova bo'lib faqat hurmat qilish kerak. Distansiyamizni hurmat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu meni konsertim, menga kelinglar. Menga kelinglar. Yulduz Usmonova masalan qo'limdan yetalab olib chiqmaganlar. Mana qizim ko'ringlar demaganlar. Shuning uchun o'zimning muxlislarimga o'zim konsert beryapman. Agar ma'qul topishsa, vaqtlari bo'lsa, kelishlari mumkin. Duetlarga qanchalik ochiqsiz? Har bitta insonni, san'atkori ichini, yurgan hayotini, dardini, kechirganini unga qarab men o'zimga o'sha topib olaman. Biz puzzle-mizda hammamiz o'zimizga tushadigan odamlarni yig'iladi o'zi shundoq, yig'ilib qoladi. Yangi chiqqanmi, eski chiqqanmi, nima farqi bor? U shunaqa men ruhiyatim bilan, ijodiy ruhiyatim bilan to'g'ri kelyaptimi? Shunaqa ijod qilamiz va qancha yangi bola bo'lsa, biz olib chiqib, men charchamayman agar yaxshi bunaqa bo'lsa, nima deydi? Yaxshi san'atda bo'lsa, eng ko'p takrorlanadigan qo'shiq bizda kel ikkimiz bo'ladi. Ko'p repetitsiya jarayonida ko'p, chunki произведениyaning o'zi qiyin произведение, juda qiyin asar. Aytilishi qiyin, o'ynalishi qiyin, muzikant bilan biz hammamiz buni takror qilaveramiz, chunki qiyin. Juda. Jamshid Bobojonov bilan duet bor ekan. Do'stingiz bilan. Qanaqa mavzuda? O'zim ular aktyorlik sohasida o'qiganlar, lekin xonandalikka qanchalik tayyor ekanlar? Do'stim tayyor emas, xonandalikka anaqa ham qilayotgani yo'q, nima deydi? Da'vogarlik ham qilayotgani yo'q. U shunchaki do'stim. Muxlislar talabi uchunmi bu? Muxlislar talabi uchun Instagramda ham o'ziga ham yuborganman, skrinshot qilib, mana shundoq qilishgan. Aytinglar deb. Хорошо, muxlislarimiz ko'rgisi kelyaptimi? Albatta aytamiz. Bizdan nima ketdi? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Nilufar opamga, onajonimlarga omad tilab qolaman. Sizni savolingizga keladigan bo'lsak, duet nima haqida? Duet nima haqidaligi sir saqlaymiz.
Chunki hozir ochib bermaylik, sir saqlaylik. Duetda taklifi shu onajonimlardan tushdi. Mani o'zi o'g'lim deydi. O'g'lim mana shunaqa tema bor, mana shunaqa mavzuda bir qo'shiq aytsak, xalqimizga ma'zur kelardi. Shunga nima deysan dedi. Voy, nur ustiga nur. Ona siz nima desiz shu? Biz tayyormiz dedik. Shu bilan duet bo'lib ketdi. Kirdik, studiyaga sayqalib hammasini qildik. Nilufar opam bilan birga. Bilmadim, menga juda ham yoqdi. Xalqimizga ham ma'zur keladi degan umiddamiz. Mana onam buvasiz endi majoziy ma'noda ular siz o'g'lim deb aytdilar boya intervyuda. Endi sevgi muhabbat mavzusi bo'lmasa kerak yoki shunaqami? O'zi nimaga ona o'g'il deysizlar bir-birlarni azaldan bir munosabatli bo'lganmi, yaqin, oilaviy qanaqadir? Hayotimda nima bo'lsa shu Nilufar opam bilan, onajonimlar bilan shu borib maslahat bering deb oldindan azaldan shu ona deb ona bola pozitsiyasidamizda. San'atdagi ona, to'g'rimi? Yo bir hayotiy masalalarda ham yordam beradi. San'atdagi, hayotdagi mani ikkinchi onam. Nilufar Ismoilova mani ikkinchi onam. Demak, tanilishingizdan oldin ham munosabatlaringiz yaxshi bo'lgan, to'g'rimi? Ha.